Assalomu alaykum obunachilar. 2026-yil 13-may. Karim aka fermer dehqon xo'jaligi. Nechta gilos tubi bu? 750 tub. Hosilga kirgani 3 tub. Mana hosil juda zo'r. Ser hosil. Navlardan yetishtirdik. Xudo xolasa bularni ketidan xalq xizmatiga kuyla qo'yamiz. Uni ketgan mashinalar minamiz. Umidjon o'g'limizni yaxshi mashinalardan olib beramiz. Qarang buni. Dakansa shuna ketgan. Bermagan deydi odamlar. Qarang, yana nima qilsin? Alloh ishida bu mo'jiza. Qarang qani buni. Mehnat qilsangiz, Alloh taolo sizni siylaydi. Zo'r gap yo'q. Hammasi zo'r solibdi. Necha tub dedingiz? 750 tub qilganman, shundan 3 tubi hosilga kirgan. Zo'r. Necha gektar joyga ekilgan endi? 70 tup joyga ekilgan. Ana shunaqa hosildor giloslardan ko'proq ko'paytiramiz. Buxoro viloyati Vobkent tumani.